Alo aya, sizni tabriklayman. So'xrob jo'ram kredit oldi. Siz unga kafil bo'ldingiz. Men hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q. Ertalab ukam kundaligiga qo'l qo'yib berdingiz-ku. Xo'sh, O'sha kundalik emas edi. Jo'ra, kredit to'lashga qiynalmayapsanmi? Yo'q. Biz qiynalyapmiz. Ayamni topgan oyligi seni krediting to'lashga ketyapti. Qachon to'laysan? To'layman, vahima qilmagin, oyligim tushmayapti-da. 6 oy tushmadim. Nima xohlaysan? Kredit to'lash kerak. Uf, to'layman. Qachon? Qachon to'laysan? Krediting qachon to'laysan? Krediting qachon to'laysan? To'layman dedim-ku, Elyor jo'ramiz Rossiyadan pul tashlayapti. Bankdan sirazi olib kreditni yopib boraman. Oyoq kiyimimni ber. Rossiyadan pul tashasa bankka borishing shart emas. Milliy pay ilovasi bor-ku. Rossiyadan turib to'g'ridan-to'g'ri krediting yopsa bo'ladi. Bundan tashqari Uzcard, Humo, dollar bo'lsa Visa kartalariga pul tashlasang bo'ladi. Yangi funksiyalari qo'shilgan kommunallaringdan to'lasang bo'ladi. Eng asosiysi ishonchli 880 ming obunachisi bor. Qo'llab-quvvatlash xizmati 24/7 ishlaydi. Mabodo problema bo'lib qolsa. Serios, hozir bor Elyorga aytaman. Nima vaqtlar aytmading? Qayerga ketdi? Sendan pul olgani ketdi. Sen Rossiyada ekansan-ku. Qachon to'laysan? Jonimga tegib ketdi. Hech o'zi shu bo'lmagani olib tur. Beraman shu pulingni. Assalomu alaykum. Bankdan keldik. Kreditingizni to'lashingiz kerak. Mana kredit, boshqa qaytib kredit olmayman. Sen kuchuk ko'zimga ko'rinmagin. Siz kredit olmaysizmi? Ayo, mana gul kim berdi senga? Yaqin akam berdilar. Sinem, mana gul senga. Rahmat aka. Ha, demak o'sha aka senga oldingi kelib berganda o'sha gulni, to'g'rimi? Akam avariya bo'lganlar. Sinem, mana gul senga. Rahmat aka. Ha, demak o'sha aka avariya bo'lgan holida nogironchalar aravasida kelib ko'zlaringga qarab berganda, to'g'rimi? Akam avariya bo'lganlardan keyin ko'zlari ko'rmay qolgan. Sinem, qattasa, sen gul olib keldim. Rahmat akajon. Ha, demak aka gul berayotganida qo'llaringga tegib ushlaganda, to'g'rimi? Afsuski akam avariya bo'lganlaridan keyin qo'llarini ham kesib tashlashgan. Sinem, qattasa, sen gul olib keldim. Men shu yerdaman. Rahmat akajon. Ha, demak aka, Nima aka? O'z sen to'g'risini aytasanmi bunga yo nima? Ha, nima qiling? Fight! Finish him! Fatality! Kuyov yaxshimisiz turing? Siz meni ayamadingiz. Endi uzr. Nima o'zi tayinlamoqmiz? Qizim kuyovim bilan Yaponiyaga o'tdi. Samuray ekan. Voy, samuray. Ha. Kim edi o'zi samuray? Sharmanda qilasiz kuyov. Opacham, pochcham bilan Yaponiyadan keldilar. Voy, o'sha qizim. Konnichiwa. O'zbekiston onasi-chi? Assalomu alaykum ada. Qani meni kuyov? Naruto. Konnichiwa. Ada kuyovingiz tepakal ekan. Точно samuraymi? Sumochiga o'xshayapti-yu. Sumochidan kiyimi bo'lmaydi. Nima kiyimi bor, samuray bu. Shapkai wa desu ka? Kochira wa nachichi? Giru wa nani desu? Bunaqa gaplar multfilmda eshitganman. Qanaqa filmda? Voy, bu film ham bormi? Michorishi. Urushi? Kim bilan urushmoqsan? Sen takrorsanmi? Yo'q, ey, mehmon olib kelishdan ishlab qo'ying. Bojet bo'ladi, Qo'yni ishtok yo'q-ku. Mana bilib cho'p olib kelman. Kuyov, qizim Yaponiyaga o'tdi. Olib kishini sho'y qo'yasiz. Qani go'shtli oshlar. Bularga unaqa ovqat og'irlik qiladi. Ey, chapinlar bitur gaplashyapmiz. Atirab qilgansiz. Ana qarang, maza qilyapti-ku.
Va sho'rlab bitur gaplashonma. Ada, Yaponiyada qancha sho'rlatib bitsa, shuncha ovqat mazali chiqqanini bildiradi. Bizda shuncha beparosatli bo'ladi. Ani qancha hozira? Voy, adashingni qilma, Ada o'zingiz bosing. Kuyov, ko'zimdan yo'qoting. Chop tashiyman hozir men buni. Konobaka yaro. Damaka. Taqirni hozir qo'shilib chiqadi-ku. Choy ham jonga tegdi. Sake. Tushunmadim. Kim shunaqa qilmoqchisan? Sake. Qo'y. 50 yurmaysanmi? Ninjachilik pashib yurmaysanmi? Ninja. Qizim, nima qilasan shu xomsemizni? Ada, kuyovingiz ko'ngillari rosa ochiq, ham mehribon. Mayenikita. Ada, ko'rdingizmi? Siz maqtagan kuyovingiz jangga chorlayapti. Agar urushmasangiz, duq bo'lar ekansiz. Jadduq demagandir? Etti, o'zim eshitdim. Men jangdan qaytmayman. Mana Habibulloh yana kasbi deyishadi. Qayerdan kelib aqilding? O'z kuyov qo'l ko'tardi. Bitta ko'ynagingiz bor edi, o'shani ham yirtib tashladi. Ada, xafa bo'lmang. Bilaman, kuyovingiz xato qildilar. Hay, qizim, ko'zim ko'rinmasa. Ada, sizni xursand qilish uchun Xonsaroy muhabbat shahri loyihasidan uy oldilar. Siz uchun. Hay. Nima? Mani qayerdan bitta uyga sotiladi deb o'ylaysizmi? Nima bo'lgan taqdirda ham o'z otasiga qo'l ko'tardi. Bu kechirib bo'lmaydigan narsa, to'g'rimadi? Siz bilan shuncha yil yashab, biron marta qo'lim uchun teqizmaganman. Siz bo'lsiz, bitta uyga sotilib ketdingiz. Xoinsiz, sotqinsiz, tushundingizmi? Kuyov, men shu uyni qizim bilan sizga bermoqchi edim. Qachongacha ikki kuyov bo'lib yashaysiz? Rostadi. Men sizni yaxshi ko'raman. Senga rahmat Naruto. Bering. Qani, siz ketib zerikib qolaman-da, shu oyni olmaymiz, shu uyni olmaymiz. Yo'q, men haqiqatga kelib turaman, rahmat. Qani, qachonni kelasiz? Boshqani kerak, yo'qtani. Bo'ldi. Hay, nimadir kiryapti. Qilich. Kim o'ynayapti buni qanotda? Pas berdimmi?